G'allaorol tumani axborot kutubxona markazi tomonidan Abdulla Qahhorning Bemor asariga Bukslem. Sotiboldining xotini og'rib qoldi. Sotiboldi kasalni o'qitdi, bo'lmadi. Tabibga ko'rsatdi. Tabib qon oldi. Bitobning ko'zi tinib, boshi aylanadigan bo'lib qoldi. Baxshi o'qidi. Allaqanday bir xotin kelib, tolning xipchini bilan savaladi. Tovuq so'yib qonladi. Bularning hammasi albatta pul bilan bo'ladi. Bunday vaqtlarda yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi. Begunoh go'dakning saharda qilgan duosi ijobat bo'ladi. Uyg'oting qizingizni. Qizim. Tur qizim. Tur. Ey Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin. Ey Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin. Ey Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin. Dadasi, qizimizni saharlarda qilgan duosi ijobat bo'ldi. Men tuzukman. Endi qizimizni saharlari uyg'otmang. Onasi. Ey Xudoyo, ayamni daydiga davo bergin.